Bugun maktab bitirganimga roppa-rosa 11 yil bo'libdi. Biz bitirayotgan yili ham 25-may yakshanba kunga to'g'ri kelgan. 24-may kuni maktabni bitirganmiz. O'shanga hozir oyimga keluvdim. Hamma vinyetkalarni olib, shunda rasmlarni ochib, shunda nostalgiya bo'lib maktab davrini esladim. Birinchisi bu 4-sinfdagi vinyetkamiz. Tadam! Bu mamma. Bu bizning sinfimiz, bu sinf rahbarim. 1dan 4-sinfgacha bo'lgan sinf rahbarim. Keyingisi maktab paytimiz 171-maktabni bitirganman. Bu bizning direktor Nargiz Karimovna. Shunaqangi zo'r ayollar, shunaqangi ajoyib ayollar, shunaqangi yaxshi ko'raman bularni. Bu bizning sinf rahbarimiz Nigora Ahmedovna. Hozirgacha ham ishlashadi maktabda. Shu ikkita insonni deb men juda ham ko'p narsalarga erishganman desam bo'ladi. Mana shu ikkita insonga mehrim o'zgacha, chunki mana shu ikkita insonni deb men maktablarda shunaqangi prям mazax o'qiganman, shunaqangi zo'r ta'lim, tarbiya berishgan. O'zgarganman. И yana bitta vinyetka. Bu meni litsey paytimdagi vinyetka. Aytgancha, ko'pchilik bilmaydi, lekin men oldin sochim rosa uzun bo'lgan, tizzamgacha bo'lgan sochim. Qaranglar. Yana qiziqarli fakt, maktabni ham, litseyni ham, institutni ham men a'lo darajada bitirganman. Har doim baholarim 5 bo'lib kelgan. Turli xil o'sha stipendiyalarga topshirganman, har xil konkurslarda qatnashganman, har doim aktivistka bo'lib kelganman. Oldin sizlarda bor bo'lsa, Komolot bo'lardi. Shu Komolotda ham o'sha rayonniy, городской ish qilib rosa ko'p qatnashganman Komolotda. Aytgancha, sizlar maktab bitirgan yiliga necha yil bo'ldi? Men bitirganimga 11 yil bo'libdi.